Ulug'bek tayyormizmi? Tayyormiz. Boshlaymiz. Boshlaymiz. E'tiborli bo'lamiz. Ichkaridagi yoshlarni qo'rqitib yubormasligimiz kerak. Imkon qadar bittada kirganda Hop. olishimiz shart, xo'p? Xo'p, tushundim. Xo'p, navbatdagi sonimiz ketdi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan My5 kanalida Sitora Abdullayeva. Yana bugun yana bir baxtli oila bilan suhbatda bo'lamiz. Navbatdagi oilamiz esa hozir ichkarida ma'lum bo'ladi. Bugun yana bir yosh oila o'zlarini yangi hayotlariga yangi qadam tashlashmoqda. Qani, biz bilan birgalikda kuzatib boring. Ketdik. 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 Sizlarni bir oila deb e'lon qilaman. Marhamat, tabriklayman. Rahmat. Assalom. Rahmat. Kutilmagan mehmon-ku. Keling, Sitoraxon. Ko'rsatuvni omadliligini qarang. Aynan bizni baxt kunimizga, yaxshi kunimizga nasib qilib qopti. Lav xolasizmi? Intervyu beramiz. Hayajonli, baxtli kunlarimiz haqida gapirib o'tamiz, Sarvar aka. Olmaysizmi? Voy, ketib qoldilar-yu. To'xta. Sarvar aka. Biz boshqacha gaplashgandik. Keta olmaysiz. Bering. Marhamat. Rahmat. Rahmat kattakon. Baxtli bo'ling. Sarvar aka. Rahmat sizga. Yaxshi boringlar. Siz ishxonaga qaytavering. Xo'p. Men to'yga tayyorlanaman. Xo'p. Labbay Dunyo opa. Kelyapsizlarmi ishxonaga? Men qaytyapman. Hozir uyga kirib o'taman. Xo'p, yaxshi. Sitorachi. Uni keyin tushuntiraman. Xo'p. Xo'p.